Assalamu alaykum, sevimli qarindoshlarım. Men Mihray Rahman. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetidan sizga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning tarixi xotirlangan sira, ya'ni şېرىن buloqni bevosita o'qib tarqatyapman. Navbatda biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Alloh taoloning dargohiga safar qilganligi degan temadan boshlab bevosita tarqatishni boshlaymiz. Diqqat bergaysizlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Alloh taoloning dargohiga safar qilganligi, vidolashish bishoratlari, da'vat ishlari takomillashib, islom hukmronligi vaziyatni to'liq egalladi. Bu dunyodan qo'shilish bishoratlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning chehridan g'ilbol ko'rinishga va uning ish harakat va so'z iboralarida ifodalanishga boshladi. U oldingi yili, ya'ni hijriyaning 10-yili Ramazonda 20 kun e'tikofda o'tirdi. Ammo u buningdan ilgirki yillarda e'tikofda faqat 10 kunda o'tiradi. Bu qitimqi e'tikofda Jibril alayhissalom uningga Qur'ondan 2 qitim savoq berdi. Buning oldida har yili Ramazonda faqat bir qitim savoq beradi. U Hajatul Bidoda musulmonlarga so'z qilganda men bilmayman. Ehtimol bu yil o'tsa sizlar bilan bu yerda mangu yuz ko'risholmasligim mumkin dedi. Ya'ni Jamri Aqaba Minoda shaytonga tosh otadigan joyda "Ey xaloyiq, mendan haj ibodatini o'rganib olinglar. Ehtimol men bu yildan keyin haj qilmasligim mumkin" dedi. Tashrif kunlarining o'tirlarida uningga sura Nasri nozil qilinadi. Buningdan kishilar uning vidolashish, bu jahondan qo'shilish haji ekanligini va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'lim xabari yetkazilganligini faraz qilishdi. Hijriyaning 11-yili safar oyining ma'lum bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Uhud teg'iga chiqdi va u bu yerda o'lik va tirik hammaylar bilan qo'shilishadigandak shahidlarga duo qildi. Ondan qaytib kelib munbarga chiqib so'z qildi. U mundaq dedi: "Men sizlardan burunroq ketadigandek turaman. Men sizlarga guvohchi bo'laman. Alloh bilan qasamki, men shu topda Havzi Kavsarni, ya'ni Havzi Kavsar degani izohatda jannatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga iltifot qilingan tatliq suvli ko'l debdi. Ni ko'rib turibman. Menga yer simin g'azinlarning oshqushlari berildi. Alloh bilan qasamki, men sizlarning mendan keyin qolganinglarda mushrik bo'lib eg'ib ketishinglardan qo'rqmayman. Biroq sizlarning mol dunyo va boyliqlarga berilib ketishinglardan qo'rqaman." U bir kechasi tun nisbi bo'lganda Baqiya degani Madinadagi mashhur qabristonlikga chiqib, ularga mag'firat tiladi va "Assalomu alaykum, ey maqbara ahli, sizlarning ahvolinglar hayot chig'inglardagidan ko'p yaxshi. Fitna fasod tun qorong'usidek besib keldi. U fitna fasodlar bir-biridan yomondir" dedi. Ondan ularga bishorat bergandek: "Biz sizlarga cho'qim qo'shilamiz." Ammo arabcha xatga men buni o'qiy olmaydi ekanman dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kasalga mubtalo bo'lganligi. Hijriyaning 11-yili safar oyining 20-kuni dushanba payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Baqiya qabristonligida bir meyit namoziga qatnashdi. Maqbaradan qaytib kelayotganda tuyuqsiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning beshiga qattiq og'riq tegdi va qizitmasimi birdan o'rlab ketdi. Hatto uning qizitmasini uning beshi ting'iqcha ustidanmi bilgili bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kasalga mubtalo bo'lgandan keyin 11 kun jamoat bilan namoz o'qidi. U jami 13 yoki 14 kun kasal tortgan edi. Eng oxirgi bir hafta payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kesali kun sari og'irlashdi. U har kuni ayollardan "Atiman nada" deb so'raydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollari uning maqsadini tushunib, uning ko'ngli tortgan uyda turib kutilishiga yo'l qo'yishadi. Shuning bilan u Fazli ibn Abbas va Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuma ikkilarning hamrohligida beshi tiniqli holatda ularning yo'lab mengishi bilan Hazrati Oysha radhiyallohu anhaning uyiga yetkab kelindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 2 qarimi yerni jijib ming'atdi. Shunda qilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam
hayotining eng oxirgi bir haftasini Oysha radhiyallohu anhaning uyida o'tkazdi. Vafotidan 5 kun ilgari. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vafotidan 5 kun ilgirki kun chorshanba edi. Uning qizitmasi texmi o'rlab, o't issiqda yotatdi. Og'riq kuchayib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hushsizlandi. U boshqa quduqdan 7 tulum suv keltirib, üstü beshimga qo'yinglar. Men ular yana musulmonlar qishig'a chiqib vasiyat qilib olay dedi. Shuning bilan ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni cho'ng bir tanglida o'ltirg'izib, ustidan suv qo'ydi. Bir chaqda bo'ldi deb bo'shiga keldi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zini biroz yenikligandek his qilgan chig'i, u beshi tiniqli holda masjidga chiqib munbarda o'ltirdi va so'z qildi. Kishilar uning atrofini o'rib olishdi. U mundaq dedi: Allah Yahudi va Nasarlarni halok qilsin. Ular payg'ambarlarining maqbarasini masjid sajdigoh qilib olishdi. U yana mening qabrimni ma'bud qilib olmanglar dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'zni qissos, intiqom va antini elib olishga yo'tkab, men bir kishining uchisiga urib solgan bo'lsam, mana bu mening ucham. Mendan intiqomini elib olsin va kimni tillab obro'yini to'kkan bo'lsam, mana hozir meni tillab antini elib olsin dedi. Ondan munbardan tushib, peshin namozini o'qidi. Peshin namozidan keyin munbarga chiqib, yana yiliqi 3 adovat, an qissos haqidagi gaplarni qayta takrorladi. Bu chaqda bir odam o'zlarida mening 3 marham pulim bor edi degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fazli uning pulini berib deb buyurdi. Ondan ansarlarga yaxshilik qilish to'g'riliq vasiyat qilib mundaq dedi: Men sizlarni ansarlarga yaxshi muomala qilsa deyman. Ular mening o'z bag'rim va sirdoshlarimdir. Ular zimmasidagi majburiyatni ado qilib bo'ldi. Endi ularning qaytarishga tegishli haqlari qolib qoldi. Shung ularning yaxshi ish amallarini qo'llanglar. Kamchilik va xatoliklarni afv qilinglar. Yana bir rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Odamlar borgan sari ko'paydi. Ansarlar ozlab ketadi. Hatto ularning oshning tuzidekli qoladi. Har kim sizlardan bir kishiga foyda ziyon yetkazarligidek amal mansab tutsa, u cho'qim ansarlarning yaxshiligini qabul qilsin, kamchilik va xatoliklarni afv qilsin. Ondan u Allah bir bandasiga bir dunyoda qilish yoki u dunyoga ketishning birini tanlash ixtiyorligini bergan edi. U banda u dunyoga ketishni ixtiyor qildi dedi. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bu so'zni anglab Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'lab ketdi va ota-onamiz sana pido bo'lsin dedi. Biz hayron bo'ldik. Ba'zilar qaranglar, bu shayiq mo'tibarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu dunyoda qilish yoki u dunyoga ketish ixtiyorligida qo'yilgan bir banda haqida xabar berib olsa, uning ota-onamiz sana pido bo'lsin deyotganini deyishdi. Aslida ixtiyorda qo'yilguchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ekan. Abu Bakr radhiyallohu anhu buni hammamizdan burun tushungan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana mundaq dedi: Men Abu Bakrning suhbatiga o'xshash hech bir suhbat ko'rmadim. Men uningdan rozi. Agar men Parvardigorimdan o'ziga sirdosh do'st tutadigan bo'lsam, albatta Abu Bakrni sirdosh tutatdim. Lekin islom qarindoshligi va islomiy do'stlik kifoya qiladi. Masjidga ichilgan eshiklardan Abu Bakrning eshigidan boshqasi taqib etilsin. Vafotidan 4 kun ilgari. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vafotidan 4 kun ilgari, ya'ni payshanba kuni uning kesili texim eg'irlashib ketgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kesili eg'irlashib qattiq dard tortayotgan bo'lsa-mu, namozlarning hammasini musulmonlar bilan birlikda masjidda o'qib kelyotdi. Hatto shu kuni, ya'ni vafotidan 4 kun ilgari payshanba kunimi namoz shamni musulmonlar bilan birga o'qib, Mursalat surasini
qiraat qilgan edi. Kechirsizlarmi, telefon kirib qilib üzülüp qaldı. Xubdan vaqtida uning kesili masjidga chiqolmagudek darajada ig'irlashib ketdi. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular namoz o'qib bo'ldimi deb so'radi. Biz yo'q, ular o'zlarini saqlab atadi degan edik. U manga tashtak, yana cho'ng tipdagi qacha da suv qo'yib beringlar dedi. Biz uning degandan qildik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yeriqi qachada g'usl qildi. Ondan quymoqchi bo'lib edi. Ondan qo'pmoqchi bo'lib edi. O'zsizlanib yiqildi va bir ozdan keyin yana hushiga keldi. Ular namoz o'qib bo'ldimi dedi. Bundaq ahvol, ya'ni hushidan ketish yoki hushiga kelib, kishilarning namoz o'qib bo'lgan yoki bo'lmaganligini so'rash 2-3 qatim takrorlandi. Oxiri u imommatchilik qilishga Abu Bakr radhiyallohu anhu ga orom avatdi. Shuning bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu shu kunlarda 17 vaqt namozni imom bo'lib o'qidi. Ayşe radhiyallohu anha kishilarning shumliq va naslikni dadisidan, yana Abu Bakr radhiyallohu anhudan ko'rmasligi uchun uning imomatchilik qilmasligini 3-4 qitim o'tingan bo'lsa-mu, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unimidi. Va sizlar Yusuf alayhissalomning voqeasidagi ayollardek ekansizlar. Abu Bakrga aytinglar, u musulmonlarga imomatchilik qilsin dedi. Vafotidan 1 yoki 2 kun ilgari. U shanba yoki yakshanba kuni edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir oz yenikligandek bo'lgan chig'i ikkalarining yurishi bilan peshin namoziga chiqdi. Bu chog'da Abu Bakr radhiyallohu anhu jamoatga imomatchilik qilib namoz o'qiyotdi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rib, keyindagi safga qaytmoqchi bo'lib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga ishorat qilib qo'zg'almaslikka buyurdi va meni uning yoniga o'tirg'izinglar dedi. Eliq ikkalan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Abu Bakr radhiyallohu anhuning qishig'iga olib o'tirg'izdi. Shuning bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namoziga iqtido qildi va kishilarga takbirni anglatdi. Vafotidan 1 kun ilgari. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafotidan 1 kun ilgari yakshanba kuni barliq qul cho'rlarni ozod qilib atdi. Yendiki 7 dinar pulni sadaqa berishga buyurdi va qurol yaroq lozmatliklarini musulmonlarga hadya qildi. Vaholanki Ayşe radhiyallohu anha shu ketisi charaq yig'ini qo'shnisidan o'tni olgan edi. Shundaqla yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning savudi 30 soa, ya'ni 61 kilo 200 grammga tang arpa uchun bir yahudning uyida raniga quyuqliq edi. Eng oxirgi bir kun Annas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Dushanba kuni sahar musulmonlar bomdod namozida edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu imomatchilik qilib o'tdi. Ushtumtut Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ayşe radhiyallohu anhaning hujra eshigining pardasini yechib, ularga qarab tabassum qildi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni namozga chiqdi deb o'ylab, orqasidagi safga chekindi. Musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qiydiganligini pamlashib, xo'shallikqa cho'mish oldi turganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'li bilan ularga namozni o'qiyverishga ishorat qilib qo'yib, hujrasiga kirib pardani qo'yibdi. Shu vaqtdan yana bir namozning vaqti kirgich bo'lgan orliqda u zot bu dunyo bilan mangulik xo'shlashdi. Shu kuni chashgoh vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qizi Fatima radhiyallohu anhani chaqirtib, uning quliqiga bir gapni degan edi. Fatima yig'lab ketdi. Ondan yana bir nimalarni debedi. Fatima kuldi. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi. Keyincha biz Fatima radhiyallohu anhadan shu ishni so'rgan edik. U Rasululloh otam menga shu kasal bilan vafot bo'lib ketadiganligini aytgan edi. Men yig'ladim. Arqadan uning ailesidan tunji bo'lib mening uningga qo'shilib bordiganligimni aytdi. Sho'man kulgan edim dedi. Shu kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Fatima radhiyallohu anhaga uning jimi ayollarning safari, ya'ni ulug' peshvosi bo'ldiganligini bishorat bergan edi. Fatima radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning dard
tortayotganligini ko'rib, "Voy, dadamning dərdi" degan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. "Dadangizga buningdan keyin dard alam bo'lmaydi" dedi. U yana Hasan bilan Husayn raziyallohu anhumalarni chaqirtib, ularni suyib qo'ydi va yaxshilikqa vasiyat qildi. Ondan ahlilarini chaqirtib, ularga nasihat qildi va eslatma berdi. U zot kishilarga tavsiya qilib, namozni qo'ldan bermanglar, namozni qo'ldan bermanglar dedi. Bu gapni bir qancha qatim takrorladi. Sekrat. Can talbisi boshlandi. Ayşe raziyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yo'lab o'ltirg'izdi. Ayşe raziyallohu anha mundaq degan: Allah'ның ve bana ata qilgan ne'matlardan biri shuki, Rasulullah sallallohu alayhi vasallam mening uyimda, mening kunimda, mening yuragim bilan ko'kragimning o'tirisida jon uzdi. Ve yana Rasulullah sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lish oldida Allah mening bilan uning tükürük, yani egiz suyimizni birlashtirdi. Abdurrahman Abu Bakr raziyallohu anhuning o'g'li uyga kirib keldi. Uning qo'lida misvak bar edi. Men Rasulullah sallallohu alayhi vasallamni yo'lab o'ltiratdim. Uning heliqi misvakka ko'z yugurtayotganligini ko'rdimda, uning misvak ishlatishni yaxshi ko'rdiganligini bilgachga, uni sizga elib beraymi dedim. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam ha deb peshindanishdi. Shuning bilan men heliqi misvakni Abdurrahmandan elib berdim. Misvak qattiq kelib qoldi. Men uni chaynab yumshatib beraymi dedim. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam beshi bilan ma'qul deb ishorat qildi. Men uni chaynab yumshatib berdim. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam misvakni qo'liga elib, eg'iziga surkidi. Ya'ni bir rivoyatda Rasulullah hiliqi misvak bilan issiq vaqti degandim, yaxshiroq misvak qildi deyilgan. Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning oldida bir qachada suv bor edi. U qo'lini suvga chilab, yüzünü silaydı ve Allah'tan başka hiç ilah yok. Hakikaten mi ölümün sekratı açıkı bar deydi. Ayşe raziyallahu anha kulukını yakın ekilip tınşıgan idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin "Ey Allah, sen inam kılgan peygamberler, sıdık rastçılar, şehitler ve salih yaxşılar bilen birlik kılgın. Ey Allah, bana mağfiret kılgın, rahmet kılgın ve beni dergahınga elip ketkin, ey Allah, dergahınga elip ketkin" deganligini anladı. O ahirgi iki kelime sözünü 3 qatim tekrarladı. Ondan onun qo'li bo'shab, lekkada tushib ketdi. Biz Allah'ның ilgididirmiz, Allah'ның dergahiga qaytquchimiz. Bu vaqa hijrining 11-yili Rabiul Avvalning 12 kuni, yani milodiya 632-yili 6 ayning 8 kuniga to'g'ri keladi. Düşenbe çaşkaq vaqtida yuz berdi. Bu çağda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşqa to'shib 4 gün aşqan edi. Sahabelarni g'am bosqanligi. Bu xabar tezli tarqaldi. Madina ahliga olim qorong'ulik ichida qolgandek tuyuldi. Anas raziyallohu anhu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem Madinaga qadam tashrif qilgan kundimmi uchuq yo'ruq shadxo'ram kunni ko'rmagan edim. Ya'ni Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem vafot bo'lib ketgan kundimmi zulmatlik va qabohatlik kunni ko'rmadim degan. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem jon uzbidi. Farima raziyallohu anha "Voy ota, chaqirgan Rabbiga labbay" degan ota. "Voy ota, Cennetul Firdevs'te joying bo'lsin ota, voy ota, Cibrilga vafot bo'lib ketdi deyli ota" deb yig'ladi. Ömer raziyallohu anhuning maydoni. Ömer raziyallohu anhu mundaq pozitsiya tutdi. Aslida bu xabar uning ashushini qo'ymagan edi. Munofiqlarning ba'zi Rasululloh vafot bo'ldi deyishyotdi. Jazm qilamanki Rasululloh vafot bo'lmadi. Xuddi Musa İbni İmran aleyhisselam Parvardigorning huzuriga ketib 40 kun g'oyib bo'lib, Musa o'lib ketibdi degan gap tarqalgandan keyin yana paydo bo'lib kelganiga o'xshash. Rasululloh mu Allohning dargohiga ketdi. Alloh bilan qasamki, u yana qaytib kelib, uni
uni o'ldi deyishib yurgan ashu bir hujumlarning putqullarini cho'qim kesib tashlaydi dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning qat'iy maydoni. Abu Bakr radhiyallohu anhu Sunniy degan joydagi turalg'usiz otliq yenib keldi. U otdan tushibla masjidga kirdi va hech kishiga gapmi qilmay Aysha radhiyallohu anhaning uyiga kirib, udul payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muborak meyitini qishig'i keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yo'lliq raxt yeb qo'yilgan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu raxtni o'rib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuzini ochdi va engishib uni quchoqlab so'ydi va ko'z yeshi qildi. Ondan mundoq dedi: Sana ata-anam pida bo'lsin. Allah sana 2 qatim o'lim bermesin. Sana yezilgan o'lim mushuning bilan tugab ketsin. Ondan masjidga chiqdi. Umar radhiyallohu anhu yanılı kishilarga so'z qilib o'tadi. Abu Bakr radhiyallohu anhu o'ltirg'in Umar dedi. Umar radhiyallohu anhu o'ltirg'ili unimidi. Kishilar uni tashlab Abu Bakr radhiyallohu anhuning atrofiga ulashdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu mundoq dedi: Ammo ba'idu, ya'ni Allohga hamdu sana, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salom yo'llagandan keyin oranglardan kimki Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ibodat qiladigan bo'lsa, endi u o'ldi. Kimki Allohga ibodat qilsa, Alloh cho'qim tirikdir, ölmeydi. Allah. Muhammed faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar. Yana iymondan yenib murtad bo'lamsizlar. Kimki orqasiga yenib oladi ekan, yana murtad bo'ladi ekan, u Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah şükür qilg'uvchilarni mukofotlaydi. Sura Al-Imron 3-sura 144-oyat degan edi. İbn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Allah bilan qasamki, go'yo kishilar Allohning bu oyatni nozil qilganini burun bilmaydigandek, bugun Abu Bakr to'satdan uni tilovat qilayotgandek, hammasi uni eg'izga elib takrorlashatdi. Men hamma kishining shu oyatni tilovat qilayotganligini anglagan edim. İbn Musayyibning aytishicha, Umar radhiyallohu anhu mundaq degan: Allah bilan qasamki, men Abu Bakr radhiyallohu anhuning yilqi oyatni tilovat qilganligini anglab bo'shib ketdim. Putqo'llarim dir-dir titraydi. Men uni anglab etib yerga yiqildim va shu an Rasululloh sallallohu alayhi vasallam cho'qim vafot bo'libdi deb bildim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oilasi. Hammaga ma'lumki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nurg'un yaxshi tilaklar va oliy muddaolarni amalga oshirish uchun 4 tun ortiq xotin olsa bo'ladigan imtiyozga ega edi. Shunga u zot 13 ayolni nikohiga olgan edi. Meningcha men mushada to'xtay. Keyingi sondan boshlab payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oilasi, andan keyin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning axloqiy fazilati mush to'g'risidagi mazmunlarni keyingi qismda o'qib, shuning bilan demak keyingi qismda shuni to'xtatdi deganmiz. Keyingi qism hisobda eng oxirgi qism bo'lib qolgandek. Allah buyursa. Xusa hammanglarningki diqqat berganiga rahmat. Allah ilmlaringlarni teximiz ziyoda qilsin. Mushundaq isl asarlarni ko'plab anglashqa Allah nisb etsin. Rahmat sizlarga. Allohga omonat. Keyin qismni qo'ldan bermanglar.